Amerika hukumatı Xitoy Kompartiyasi uchun xizmat qilayotgan organlarni bekitib chiqishni va buningga chetilgan shaxslarga tadbir qo'llanishni tez sur'atda davomlashtirmoqda. 28 oktyabr kuni Amerikada 5 nafar Xitoy jasusi qo'lga olingan. Washington Post gazetining ilgari surishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Tulki U nomli harakat orqali Xitoy uchun jasuslik qilgan 5 kishini qo'lga olgan. Ular Amerikadagi Xitoy siyosiy o'qituvchilar yoki Xitoy hukumatini tanqid qiluvchilarni nishon qilib, ularga tahdid solish, ularning Xitoydagi oila tavobatlarini qismoqqa elish orqali ularni Xitoyga qaytishga majburlashdagi harakatlar bilan shug'ullangan. O'xshash kunda Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Markaziy birlik bo'limining kontrolligidagi tashkilot bo'lgan Xitoyni tinchlik bilan birlik keltirish mamlakatlik birlashmasini chet el vakolatxonasi, ya'ni Xitoyning bevosita kontrolligidagi organ deb bekitdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida bunday qilishdagi maqsad bo'lsa, bu tashkilotlarning xarakteri haqida kishilarning ko'zini ochish, jumladan bu organlarning bevosita Xitoydan buyruq oladiganligini aniq bildirib qo'yish. Avgustda Konz institutining Xitoyning chet ellardagi vakolatxonasi qilib bekitilganligi, Xitoyning Markaziy birlik bo'limi Xitoy Kommunistik partiyasining bir organi bo'lib, u o'qituvchilarning Xitoy Kompartiyasining hokimiyatdagi o'rniga bo'lgan tahdidini yo'qotish, betaraflashtirish, Xitoy Kompartiyasining tashviqotini chet ellarga tarqatish vazifasini ustiga olganligini bayon qilgan. Amerika bilan Xitoy orasida 2011-yil imzolangan bir do'stlik kelishimiga asosan berilayotgan ikki davlatdagi har qaysi yerlik hukumat rahbarlari va xalqlarning do'stlik uchrashishi degandek faoliyatlarni bekor qilgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kristofer Ri Xitoy hukumatining Amerika tuprog'ida turib bunday harakatlar bilan shug'ullanishining qonun xilofligini eskartib, Xitoy qonun tuzumlariga to'xtamay xiloflik qilyapti. Bu tekshirishni jinoiy ishlar ayplash bilan oxirlashtirdik. Shundaqla tunji qatim bunday ayplashning o'ttirib qo'yilishi, u Xitoyning fuqarolarini va qonunliq aholilarni nazorat qilish, parakandichilik silish va qora chaplashning zo'r xatar ichida ekanligini tushunishga yordam berdi degan. Qo'lga olinganlar New York, New Jersey va Kaliforniya shtatlaridan bo'lib, ular Juyong, Hongrujin, Rongjin va Jinkong-ying va Michael McMahon ekan. Michael McMahon New Jersey shtatida o'tirishliq bir xususiy razvedchik bo'lib, u yuqorqi Xitoy jasuslarining Xitoyga qarshi faoliyatchilarga tahdid solish va besim qilish ishlariga yordam bergan ekan. Xoji Li Minjun qatorliq javobgarlarning Xitoyda ekanligi faraz qilinmoqda.